Akalar yaxshi kunda yaxshi inson bilan uchrashasan deyishgan. Xudo xolasa bugunga Doniyor akamizdan yangi partiyalar kelgan videoni oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa o'ta ham go'zallardan, keyin bo'g'ozlardan, qo'ydi yoshini so'raganlarga zo'rlar keyin. Qani unda biz videolarimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namanganda Tepaqo'rg'ondamiz. Bugun videolarimizda oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa bugungi ilk partiya chiqadimi aka? Yo'q, bir partiya ekmadi. Bir partiya chiqadi, sozgina bugunga chiroyli qilib videoni qilib beramiz. Xudo xolasa qo'yiladi yoshini so'raganlarga. Bugun 2025-yil akalar, bugun 6-noyabr hafta kuniga payshanba. Erta tongdan Xudo xolasa yaxshi insonni xonadoniga kelganmiz. Qo'yiladi ham o'ta ham go'zalini obunachilarimiz ko'nglidan joy olgan akamizga Doniyor akamiz yonidamiz. Nimaga aka? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bugunga da xolasa zo'rlar chiqaveradi. Akmaljon, ishtanlar zo'rlaridan keldi. Gap. Ikkita rashani ham bor ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Bugungi Xudo xolasa kashtanni elitnoy variantlardan, toza hisor variantlardan chiqaveradi akalar. Bugun videoni oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Sizlarga zo'r qilib, manfaatli video qilib, chiroyli qilib beramiz. Bugungi son nechta aka? Soni 12 dona akmaljon. 12 dona. Xudo xolasa qo'yiladi, hammasi yosh ekan-a? Hammasi yosh akmaljon. Buni ichida bitta ektishi bor mana shu. Hop, bitta ektishi bor. Ko'rsat bitta real bo'lsin mana. Ektish yoshda endi bu to'qli. Endi tish buzdi-da mana. Gap yo'q. Bitta ektishi bor. Qolgan hammasi qo'zimi? Bitta 4 tishi bor. O'sha oldinda ketyapti, sarig'imiz. Bitta 4. Mana Edilboy, ya. Mana shu 4 tish ekan, lekin suyagi yirik qo'ydi. O'yladi qarang. Bitta. Mashalloh. Mo'g'aydan topib keldingiz aka. Arashandi. Kelyapti akmaljon aka, izlanyapsizlar, obunachilarimizga izlanyapmiz. Gap yo'q aka. Xudo xolasa siz narx taraflama tushib beraversangiz, obunachilarimiz sizni har doim qo'llab-quvvatlashaveradi aka. Buni narxi bor akmaljon. Xudo xolasa arzon bo'ladi. Vaqti arzon bo'ladi. Gap yo'q, qo'ydi ishini qarang. Qachon yetib keldi aka bular? Bular kechqurun yetib keldi. Ertaman yog'dan taraf tayyorladi akmaljon. Gap yo'q. Mana. Joningiz sog' bo'lsin. 7 kishiga xotirjam bo'lishaversin. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta sinovi bor. Yutal-mutal yangir-mangir yo'q bularda. Joningiz sog'. Sog'lom 100%. Dumbalari ham chiroyli ekan, qo'yiladi. Hammasi dumba vaqtga ayirib dumba qo'yiladi. Mana. Tozasini boqaman deganlarga akalar, xudo xolasa qaynab turgan dehqon qo'ylardan kelgan. Mana akalar. Bugun xudo xolasa klient uchun ishlaymizmi bugun ham? Bugun ham var, klient uchun ishlaymiz. Like bosib, otmanga rahmat deb. Kompyuter ham bomba qilib tursin. Narxi o'ta arzon bo'ladi bularning. Bular yoshi qanaqa aka? Yoshi 12 oylik 11 oylik plus 10 tasi. Hop. Bitta tish buzgan, bitta 4 tish turibdi. Gap yo'q. Mana quloqlari ko'rsatib qo'yamiz. Quloqlar bitta ikkitasida eni bor ekan, lekin butun ekan qolgani. Unaqa, mana. Mana shu 4 tish mana. Hammasi real bo'lsin. Bu shu yoqdara. Gap yo'q. Mana. Mana shu 4 tish. Qolgan 10 tasi tish buzmagan keldik. Mana akalar, qolgan 10 ta tish buzmagan. Tish buzmaganda bitta ko'rsatingchi aka ashlar. Judangiz aka. Mana. Ola boqding, bola boqding deydi. Zo'ridan kelib tarixiy go'zallar mana. Dumbalari ham chiroyli, bir sizlarga zo'r qilib video qilib beramiz. Qo'yiladi qarang. Qo'yiladi bo'y necha chiqadi aka? O'ylarini 75. Filistga olishaveradi-a? 75 ga olishaversin. 75 ga bor edi. Endi quyuq suyukda 70 ga olishaversin, 75 ga. 75 ga olaverasizlar akalar mana. Borgandan keyin yo'l turmaydi, qo'yiladi xolasa. Tavsiya qilaverish kerak qo'yiladi. Bu kashtanni qarang akmaljon. Mana. Mana endi tish buzadi. Marjon bo'lyapti. 10 tasi mahlaka tish buzadi endi. Bo'g'ozmi aka xudo xolasa? Bo'g'ozda hozir qo'ylar hammasi to'chqor yerga. Tayda bezi bilan turibdi. Bu qarang, qonunlar osilib qolibdi. Bu yosh narsalar. Buni uzoq boqaman deganlar, olib qo'yinglar bu narsani. Bu ancha bolasini olasiz bu narsalarni. To'g'rimi aka? Mana qo'ydi qonun qo'ydilar qarang. O'ta ham chiroylilar. Hamma qoldi, bo'y qiladigan varianti takmaljon bu. Gap yo'q. Bitta joyi bo'lsa, dalasi bo'lsa boru. Choqay yuraveradi, xudo xolos 10-15 ta bolasini olaveradi qo'ylar. Mana akalar. Qo'yiladi qaranglar. Buni oxirgi bolasini olib go'shtga boqmaysizda, buni uzoq yil boqasizlar bu qo'ylarni. Bu qo'ylar har yili bola beradi. Bu qo'ylarni qarang. Yosh narsalar, o'sarmanda bu mana. Bu aka bularning narxi xudo xolasa o'zgarilmaydi, bitta olsa ham, ikkita olsa ham. Bular narxi endi kelishamiz. Zo'rini olaman deysiz-da, bu qo'shilib qoladi akmaljon. Qo'yilgan narxdan. Mana. Nimaga? Qo'ylar bir-biridan zo'r. Endi ikkita tanlab olsa, ba'zi so'ra, mana oldinda ikkita qo'ydi. Qo'yilgan narxga bermaymiz-da, akmaljon.
Buni aka, buni optimiga qanchadan endi? Chiroyli qilib, xudo xolasa narxini kelishtirib ayting aka. Buni oftumiga bir joyga olishaman degan aka-ukalarimizga laytni bosib otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab telefon qilsin. 4 million, 4,5 million yo'qlar bizga. Bizga aka taqalganini ayting, bo'ldi. Kamgan o'ram, hamisha o'ram deganda Hey gap yo'q. oz-ozdan bo'lsa ham tez aylangani yaxshi bizga. Hop. Xudo shukr, kecha ham qo'ydik, sotdik. O'ylamiz, kecha ovog'ini qo'ydikmi? Hay. Hammasini Ikki kun sotdik. bo'ldi. Gap yo'q. Buni aka narxini ayting, bo'ldi, tamom. Buni narxini bir joyga olsin. Bularning narxi 3 million 900 ming so'mdan. 3 million 900 dan, ha. Dastlabkasi ham tekis. Buni aka ichidan bitta ikkitasini olishmaydi. Optimiga ayting aka, narxini chiroyli qilib ayting. 39 demang aka. 39 yaxshi narx aytdim-ku. Yo, o'zi zo'r aka, bo'g'oz qo'ydi 39 dan yoshini beryapsiz. Narxini tushib bersangiz aka, biz ham xursand bo'lamiz. Siz ham xursand bo'ling aka. Bo'ldi, laykni bosib, o'shaga otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab telefon qilsin. Obuna bo'lib, Hop, 38 dan olishsin. 3 million 800 dan. Mana akalar 3 million 800 dan. Aka, biz ham mayda-chuda qilmaylik. Bularni bir joyga kelishtirib, chiroyli qilib yana o'tib beraman aka. Mana xursand bo'ling. 38 dan yaxshi bo'ldi. 38 dan yaxshi. Klient ishlang aka bugun. Klient ishlaymiz, klient laykni bosib otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlashmayapti-da. Yo, laykni bosib qo'ydi hoji aka. Bosishdimi laykni? Bosishdi. Kommentar ham bomba qilib otangga rahmat deb telefon qilsa, mayli 50 mingdan o'tib beramiz. 50 ming bo'lganda aka so'ramasim shuni. 50 mingdan aptashaylik. Endi aftashada kambi ketadi-da, mayli kambi. Yo, 37 dan aka optimiga. Aylansin, lekin 38 dan emas 50 mingdan o'tib beraman deyapman Akmaljon. Aka 37 dan beramiz, xursand bo'ling mana. Optimiga. Optim birga 12 tasini oldim deyishganga barbar aka ya. Ketdi mana akalar. 3 million 700 ming so'mdan akalar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Tavsiyani qilaman, xudo xolasa qo'ylar arziydi, narxiga ham, sifatiga ham arziydi qo'ylar. Qo'ylarni qarang, zo'rlardan kelganda xolasa. Soni 12 bosh, chehralari ham ochiq qo'yiladi. Yebishi nihoyat darajada zo'r qo'yiladi. Bu qiyarmas, bor narx. Oladigan odam telefon qilsa ishlari bitadi. Telefon qilsa bitta ikkita olaman degan hojda qolamizgachi. Bitta ikkita olaman desa, to'rdag'ida qo'ylar ham bor Akmaljon. Hop. Masalan, men sarib qo'ydim, masalan o'zini dollarga aytaveradi-da. Vallahi masalan bizga Gap yo'q. ichida kelgan ichida ketaveradi. Mana akalar, tozasizlar xolasa. Buni endi aka, xolasa telefon qilsa kelishib, chiroyli qilib o'tib berasiz, ha? Bitta ikkita olaman deyishganga ham qo'shilib qoladi. Telefon qilsa kelishasiz unisini. Unaqa. Buni optimiga 3 million 700 dan endi hojda qolamiz. Uyingizga kelib, lokasiyadan tashlab bersangiz yoki uzoq masofadan ko'rishayotgan bo'lsa, Telegramdan chiroyli qilib videolarni qilib beraman aka. Qo'ldan kelgancha videolarni qilib beramiz, so'rasiz endi. Sen ikkita olaman yo bitta olaman, yo bo'lsa hammani ber desa, Aha. endi videosini ham qilib beramiz Akmaljon. Hop. Qo'ldan kelgancha endi masalan qo'ydamiz desa, xursand bo'lamiz degan. Gap yo'q akalar, mana donaga o'zlaring kelishib olasizlar, da xolasa ko'p realizatsiya qilmaydi. Qo'ylar arziydi, narxiga ham, sifatiga ham. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Soni 12 dona, narxi 37 dan. O'tib berasiz, optimalista. O'zimizdan yaxshi bo'ldi yana. Yo, endi chiroyli qilib obunachilarimizga kelishtirib berasiz, optimiga. Ko'p emas, azina herini qilib beramiz bu. Bo'ldi aka. Sunnatiga ko'p emas, azina. Joningiz sog' bo'lsin. Telefonni qilib shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Naq bo'g'oz qo'ylar. Qo'yinlarni qonunlari osilyapsiz. Hammasi bo'ladi, xudo xolasa qo'ylarimiz. Gap. Kecha apartda ham 50 kellik edi, lekin bular Qo'shqorda yurgan 100% dedi. Qo'ylar qochgan, hamma tagida bezi bor. Mana akalar. O'zi yo'lini tashlab qo'ygan qo'ylar. Gap yo'q. Bu oxirgi partiya aka. Oxirgi partiya bo'la ozgina so'z. Bundan keyinga bundan ham zo'rlardan keladimi? Hozir qo'llab-quvvatlab tursin, yana izlayveramiz. Bu davom etadi bu. Gap. To'xtab qolmaymiz bundan. Joningiz sog' Xudo bo'lsin. xolasa Aloqaga qo'ldan kelsa chiqaverasiz. bundan zo'rdan chiqishga harakat qilamiz.